Edukatsiya jamoasidan oxirgi 7 yil davomida uy xarid qilgan mijozlarimizdan biri Ilhom aka bilan suhbatlashamiz. Ilhom aka, siz qachon uyda olgansiz? 2021-yilda uyda qabul qilib olganmiz. Shu quruvchidan. Quruvchidan mamnunmisiz hozirda? Shu sizlarning quruvchilardan mamnunligimiz uchun ikkinchi uyda ham xarid qilganmiz. Hozirda yaqinlaringizga shu uylarni, yashab turgan uylaringizni tavsiya qila olasizmi? Tavsiya qila olamiz. Hattoki o'zimni akamga 3-uyda ham xarid qilganmiz. Akamning nomiga xarid qilib olganmiz. Sizlardan juda mamnunmiz. Nimalarga rahmat. Tabriklaymiz, sizlarga ham omad, uylaringizga fayz baraka tilaymiz. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga.